Bir lahza, faqat bir lahza odamning hayotini o'zgartirishi mumkin. Men ham o'sha kuni o'zimni to'xtata olmadim. Ko'zimga faqat tashqi go'zallik ko'rindi. Aqlim esa jim edi. Lekin savol shuki, biz haqiqatan ham go'zallikka oshiq bo'lamizmi yoki ichimizdagi bo'shliqni to'ldirishga harakat qilamizmi? Bugun men sizga bir qarash, bir hissiyot va bir noto'g'ri qaror qanday qilib butun hayotni izdan chiqarishi mumkinligi haqida hikoya aytaman. Inson miyasi tashqi ko'rinishga juda tez reaksiya beradi. Psixologlar aytadi, birinchi 7 soniyada biz odam haqida qaror chiqaramiz. Ayniqsa 25-65 yosh oralig'ida inson hayotida bo'shliq paydo bo'lishi mumkin. E'tibor yetishmasligi, tushunilmaslik, hissiy sovuqlik. Men 47 yoshda edim. Oilalim, 2 farzandim bor. Turmush o'rtog'im Saida sadoqatli, mehnatkash ayol. Lekin vaqt o'tib, biz orasidagi iliqlik kamaygan edi. Suhbatlar faqat ro'zg'or haqida bo'lardi. Va aynan shunday paytda u paydo bo'ldi. Uning ismi Dilnoza edi. 32 yoshda. Yangi ishga kirgan edi. Birinchi marta ofisda ko'rganimda oppoq kiyimda edi. Tashqi ko'rinishi juda pokiza, tartibli, e'tiborli. Men o'zimni to'xtata olmadim qarashdan. Bu yerda gap shahvat haqida emas. Gap e'tibor haqida edi. U kulganda menga qaragandek tuyulardi. Meni tinglayotgandek edi. Inson nimani sog'insa, shuni tezroq sezadi. Dilnoza bilan suhbatlar ko'paydi. U hayotdan shikoyat qilardi. Ajrashganini aytdi. O'zini yolg'iz his qilishini aytdi. Men esa faqat maslahat berayapman deb o'yladim. Lekin bir kun kechqurun u menga yozdi. Siz bilan gaplashsam, o'zimni xavfsiz his qilaman. Ana shu jumla meni ichimdan sindirdi. Bir kuni Sayda telefonimni ko'rib qoldi. U hech narsa demadi. Faqat jim bo'ldi. O'sha jimlik qichqiriqdan ham og'ir edi. Sayda menga shunday dedi, men senga yoshligimni berdim. Kasalligingda yoningda bo'ldim. Farzandlaringni katta qildim. Endi esa sen boshqaning oppoq ko'ylagiga qarab meni unutdingmi? Men o'sha payt tushundim. Men Dilnozaga emas, e'tiborga oshiq bo'lgan ekanman. Dilnozaning oppoq badani bu tashqi ko'rinish edi. Lekin Saydaning qalbi oppoq edi. Shu farqni kech tushundim. Dilnoza oradan ko'p o'tmay boshqa ishga o'tdi. Men esa oilamni saqlab qolish uchun oylar davomida harakat qildim. Ishonch bir marta sinsa, uni tiklash juda qiyin. Bu hikoya shahvat haqida emas. Bu hikoya insonning ichki bo'shligi haqida. Agar uyda mehr kamaygan bo'lsa, tashqaridagi oddiy e'tibor ham katta tuyuladi. Lekin haqiqiy sadoqat vaqt sinovidan o'tgan munosabatdir. 25-65 yosh oralig'ida eng katta xato hissiy ochlikni noto'g'ri joyda to'ldirish. Go'zallik ko'zga ko'rinadi. Lekin sadoqat yillarda isbotlanadi. O'zingizni bir lahzalik hissiyot uchun yo'qotmang. Agar siz ham hayotingizda shunday hissiy sinovdan o'tgan bo'lsangiz, fikringizni kommentda yozing. Sizningcha, insonni chalg'itadigan narsa go'zallikmi yoki e'tibormi? Videoni foydali deb bilsangiz, like bosing va hayotiy hikoyalar uchun obuna bo'ling.